Italiyaning afsonaviy Como shahridan assalomu alaykum. Pizzani ona vatani Italiya hisoblanadi, bilamiz va biz hozir haqiqiy Italian pizza tatib ko'ramiz. Ketdik. Bu yerda pizzalar bunaqa bo'lib qo'yilgan bo'ladi asosan. Bo'lak-bo'lagiga, xo'p. Bu bizniki margarita 350 yevro, ya'ni 45 ming so'm. Hozir yeb tatib ko'ramiz. Welcome to Como. Oh, thank you. Merci. Gracias. Gracias. Juda yaxshi insonlar, mana shu Italiyan xalqi. Bu birinchi marta kelishim emas. O'shaning uchun oldin ham kelgandim, mana shunaqa emotsiya olganman. Bugun ham xuddi shu emotsiya oldim. To'la pizzalarimiz tayyor bo'ldi. Endi tatib ko'rib baho beramiz. Bismillah deb. Ovozni eshitdinglarmi? Sizlarga ham yoqimli ishtaha. Ha, bo'lak-bo'lak bo'lar ekan, qara begi. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bellissimo. O'rtoqlar, Como ko'li Y harf shaklida tuzilgan va u 3 ga bo'linadi. Ya'ni Como, Lacco va Calico. Biz esa aynan Lacco qismida turibmiz. Como ko'li dunyodagi eng chuqur ko'llar turkumiga kiradi va u ayrim dengizlardan da chuqur. Ya'ni 410 metr. O'rtoqlar, James Bond. The name's Bond. James Bond. Hamda Yulduzlar jangi filmlari aynan Como ko'li hududida suratga olingan. Do'stlar, Como ko'li Yevropaning eng qimmat hududlari sirasiga kiradi, chunki bu yerda 1 kvadrat metr yer narxi $10,000 atrofida hisoblanadi. Va shuningdek, e'tiborga olish kerak bo'lgan joyi bor. Bu yerda dunyoga mashhur bo'lgan yulduzlar, kino yulduzlari, artistlar va shuningdek siyosatchilar, ya'ni Amerikaning sobiq prezidenti Barack Obamaning ham shaxsiy villasi mavjud. Rimliklar ushbu hududni Larius deb atashgan va Como ko'li o'rtoqlar naqd 2000 yillik tarixga ega. Amerikalik mashhur aktyor George Clooney aynan Como ko'lidan eng qimmat bo'lgan villalardan birini 2002-yilda sotib oldi va ayni damda u Como'da yashaydi. O'rtoqlar, o'zgarish sezinglarmi yo'q bilmadim-u. Kameramiz zaryadkasi o'chib qolib, shu kadrlarni iPhone 17 Pro Max orqali olyapmiz. Ma'lumot o'rnida aytaman, Como ko'li 19-asrdan beri Silk Road Italy deb ataladi, ya'ni Italiyaning ipak yo'li. Nimaga deganda, Como ko'lida asosan ipak mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanishadi hamda dunyoga mashhur bo'lgan Armani va Gucci brendlari ham Como ko'ldan chiqqan ipak mahsulotlaridan foydalanishadi. Do'stlar, Italiyadagi birinchi manzilimiz Como edi. Endi esa sizlar bilan Milan tomonga yo'l olamiz. Bir kun bo'ldi mashinamizni qo'yib qo'yganimizga, hozir endi aplata qilgani ketyapman. O'ta hayajonli bo'ladi bu, chunki yaxshigina summa yozadi. 19 yevro.
Ming bor uzr o'rtoqlar, rejalar o'zgarib ketdi. Biz Milanda emas, Pizadamiz. ...1173-yilda Bonanno Pisano tomonidan boshlangan Piza minorasining qurilish ishlari salkam 200 yil davom etadi. Aslini olganda minora ataydan qiya qilib qurilmagan. O'rtoqlar, uning poydevori atiga 3 metr bo'lgan va shu sababli binoning qurilish ishlari 3-qavatga yetganda bino bir tomonga og'ishni boshlagan va shu bilan qurilish ishlari yana 100 yilga to'xtatilgan. Demak, oradan 100 yil o'tib 1272-yilda qurilishni qaytadan 2 me'mor boshladi. Ular Giovanni De Simone hamda Giovanni Pisano. Azizlar, ming afsuski, ushbu 2 me'mor ham Piza minorasini yakunlashga ulgurishmadi va oradan bir necha yil o'tib 1350-yil Tommaso Pisano ismli shaxs bu binoni, ya'ni afsonaviy Piza minorasini yakunlashga muvaffaq bo'ldi. O'rtoqlar, mana bunaqa trend bor ekan. O'zi hamma o'zini xohlagan pozasida tushar ekan, lekin biz aynan mana shu trendni qaytarib ko'rmoqchimiz. Bilasizlar, Italiyaning muzqaymog'i butun dunyoga mashhur va hozir biz ham haqiqiy italyancha gelato ice cream olib Piza minorasi bilan trend qilamiz. Gracias. Biscuit. O'rtoqlar, minorani qiyshiqligini to'g'irlashga juda ko'p marta urinishgan, ammo bu amalga oshirilmagan, bir u tomonga, bir bu tomonga. Va shunday qilib minorani aynan shu holda baquvvat va yengil mahsulotlar bilan qurishga qaror qilishgan va hozirgi kunda ushbu Piza minorasini har yilda juda ko'p marotabalab tekshirib turishadi va yiliga 10 milliondan ortiq turistlar ko'rgani kelishmoqda. Ketdik. Do'stlar, orqamdagi bino oddiy bino emas, bu 1343-yilda qurilgan, nafaqat Italiyaning, balki beparosat, nafaqat Italiyaning, balki Yevropaning eng nufuzli va qadimiy universitetlaridan biri University of Pisa. Bu yerdan juda ko'plab mashhur olimlar, siyosatchilar, Nobel mukofotlari sovrindorlari hamda barchamizga maktab davridan tanish bo'lgan mashhur olim Galileo Galilei ham aynan mana shu universitetda tahsil olgan hamda u bu yerda matematik modullar va tortishish qonunini ishlab chiqqan. O'rtoqlar, Como hamda Piza shaharlari sizlarga yoqqan bo'lsa, biz xursandmiz va albatta like hamda obuna bo'lishni unutmanglar. Demak, bizning keyingi ko'rsatuvimiz loyihamizning asosi bo'lmish Rim shahri haqida bo'ladi va biz sizlar bilan Rimda ko'rishamiz. Sevmani hammadan ham ko'p.
Italiyani yo'llari qiynavordi. Kirib chiqaverasiz mana shunaqa pulli yo'llarga. Karta ham qiynalib ketdi. Kirib chiqaverib. Nechi so'm? Introdurre il denaro, avvicinare la carta al lettore. Prego attendere validazione carta. 10 euromi? Carta validata con ochiring ovozingizni. To'la prям qattiq joyga keldik hozir. 1 2 3 O'rtoqlar, o'ng tarafim Monaco, Fransiya, Ispaniya. Bu yoq tarafim Rim, Malta. Xullas hozir Rimdan 25-30 km uzoqlikda mehmonxona oldik. Keldik, mana shu yerga olib keldik-da. Parkovka qani desam, ana parkovka dedi. Keyin bu qaradi mashinaga O'zbekiston bayrog'i. Nomeriga qaradi, inostraniy nomer. Dedi. San betga qo'ymaysan dedi. Bu xavfsiz zona emas dedi. Kelgindilar uchun. Keyin ichkaridan olib o'tib, orqaga olib kirdi. Juda o'zi akani ham muomalasi sal yoqim yetiribdi, lekin shubhali bo'lib turibdi o'rtoq. Balon tursa bo'ldi. Ertalab chiqqanda 4 ta balon yo'q, motor yo'q bo'lsami? Короче, ani bolalarning o'zi ham opa bilan shubhali ko'rindi. Nima kelding bu yerga dedi. Ish bilanmi yoki aylanibmi dedi. Keyin ish bilan keldim dedim. Pichog'im bor edi. Pichog'imni oldim mana har ehtimolga qarshi. Gap qo'rqonlikda emas. Odam o'ziga ehtiyot bo'lishi kerak. Xullas. Aytayapti. Ish bilan keldim dedim. Rimda elchixona bilan dedim. Hamkorligimiz bor. Polis departamentida ishlaymiz. Yo'q desam, bo'ldi, okey, men просто qiziqdim. Nimaga kelding ekan? Sayohatgami, ish bilanmikan? Qiziqdim deydi. Nomard. Naryoga olib qo'yasan, begi mashinani. Turursinmi? Keyin qaranglar. Kalt berdi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta kalt berdi. Betni yopasan dedi. Uni yopasan dedi. Uni u yoqda yana bitta eshik bor. Uni ham yopasan dedi. Keyin o'zingning xonangni ham yopib olasan dedi. Voy, vobshe odam bor-ku. Begima qaltirab ketyapman. O'zimni vobshe xavfsiz his qilmayman. Turib sразу mashinaga chiqib qaradim. Eshiklarni ochib. Xudoga shukr, mashina normalniy turibdi. Bus-butun o'rtoqlar. Endi asosiy manzarani ko'rsataymi sizlarga. Mana asosiy manzara. Qattamiz. Prям plyaj. Voy, mazza-yu. So'radim, katta baliqlar ham bormi desam, mana deydi. Mana katta baliq. Qani? Voy, rosa kattasi tushgan ekansiz-ku. It's very beautiful. It's so amazing. Katta-yu ancha. Orada. Shizo. E queste qua sono tutte piccole, vabbè. Bu inglizchani bilmaydi. Men italyancha bilmayman. Shuning uchun u italyancha gapiradi, men o'zbekcha gapirib bosaraveraman. Hafshi muammo yo'q. Tushunib olamiz bir-birimizni xullas. Italiyada ham xuddi shunaqa. Parijda ham xuddi shunaqa. Parijliklar ingliz tilini bilgani bilan gapirishni xohlamaydi. Shuning uchun siz ham o'zingizni qiynab inglizcha gapirmaysizda, o'zbekchasiga bosaverasiz. Tushunib olasiz bir-biringlarni shunaqa qilib.
Rost rosa bir oy oldin 21-oktyabr kuni Ipak yo'li banki bilan hamkorlikda katta loyiha boshladik. 7 oylik to'xtovsiz harakat va nihoyat men kutgan kun keldi. O'rtoqlar, Toshkentdan Rimgacha Nexia 3 avtomobilida sizlar bilan sayohat qilamiz. O'rtoqlar, sizlar bilan Rimni zabt etamiz. Ya'ni Toshkentdan Rimgacha avtomobilda safar qilish. Bu albatta oson emas edi, lekin uddalashimga ko'zim yetdi. Mana shu bir oy ichida yaxshi va yomon, og'ir va yengil kunlar bo'ldi. 12 ta davlat, 30 kun avtomobilda. Gapirishga oson, lekin amalda bajarish albatta yetarlicha qiyinchilik tug'diradi. Uyqusiz tunlar, och qolib ketgan kunlarimiz, uxlashga joy topolmagan vaqtlarimiz. Ushbu safar davomida turli xil vaziyatlardan o'tdik, o'zimizni sinadik va biz buni uddaladik. O'rtoqlar, va nihoyat biz Italiyaning poytaxti Rimdamiz. O'rtoqlar, biz Rimning eng mashhur maydonlaridan biri bo'lmish Piazza del Popolo, ya'ni xalq maydonidamiz va qadimda Rim hududiga aynan mana shu yerdagi Porte del Popolo darvozasidan kirilgan. Demak do'stlar, Piazza del Popolo maydon markazida Misr faraoni Ramzes II davridan qoldirilgan 24 metrlik obelisk bor va u Rimga miloddan avvalgi davrda olib kelingan. Demak o'rtoqlar, bugun sizlarga Rimni avvaliga yuqoridan ko'rsatamiz, keyin esa boshqa joylarga boramiz va eng asosiysi Kolizeyga boramiz. Tayyor bo'lsanglar, biz yuqoriga chiqishni boshladik. O'sha yarim yo'ldamiz. Bir yarim soatdan beri Rimda parkovka qidirib yuribmiz. Hozir mana shu topdim. Opamiz kichkintoyi bilan qo'yib oldilar. Bularga qo'yma. Biz qo'yamiz ham deb bo'lmaydi. Havo shunaqa issiq bor-ku, bizda avgust oyida qanaqa issiq bo'ldi, xuddi shunaqa issiq. Odam terilab ketyapti. Kelinglar Rimga, hali ham kechmas mana. Pastani yedik. Shirin ekan. Endi eng shirin joyini aplatasini qilish. Narx-navodan so'rasanglar $51 bo'ldi. Bir ikkita pasta, 2 bo'lak non, 2 ta Coca-Cola 700 ming bo'ldi-da xullas. O'rtoqlar, biz uzunligi 1,5 kilometr bo'lgan Rimdagi eng mashhur va boy ko'chalardan bittasidamiz. Ya'ni bu Via del Corso deb ataladi. 17-asrda aynan mana shu nom berilgan. Nimaga deganda, bu ko'chada ot poygalari, ot musobaqalari o'tkazilgan. Aynan shuning uchun Via del Corso deb atashgan. Undan avval esa bu ko'chaning nomi Via Flaminio deb atalgan. Bu yerda dunyoning eng mashhur brendlari, mashhur teatrlar va mashhur muzeylar joylashgan va shuning uchun ham ko'cha juda ham mashhur hisoblanadi. Loyiha homiysi mashhur so'zi.
O'rtoqlar, orqamdagi bino Italiyani birinchi birlashuvdan keyingi podshoh bo'lmish Vittorio Emanuele II sharafiga qurilgan monument hisoblanadi va bu to'liq marmardan qurilgan binodir. O'rtoqlar, biz Kolizeyga kirish oldida turibmiz va bu kassani очереди. Biz очередimizga turib olamiz. Bugun kirishga ulgursak bo'ldi. Voy. Mana oxirgi navbat, где-то 20 metrlik очередь. Bu faqatgina bilet olishga, kirishga отдельный очередь bo'ladi, hozir ko'rasizlar. Ay, Xudoga shukr. O'rtoqlar, bizning очередimiz yetib keldi. Ikki kishiga отдельный ikkita pasport bilan kirish kerak ekan, ya'ni bitta odam 30 ta odamga bilet ola olmas ekan. Can I enter? Hello. Hi. 36 euros. 20? How much? 36. 18 plus 18. 36. Okay. Xo'p, 18 yevrodan ekan narxi. Va biz Ipak yo'li bankini imkoniyatlar vizasi orqali Kolizeyga oplata qilgan birinchi insonmiz. O'rtoqlar, Kolizeyga kirgan bilet oldik. Hozir 18 yevrodan 36 yevro bo'ldi. Lekin aytishdiki, kamera bilan syomka qilmadi deydi. Va mana shu yerda bizni iPhone 17 Pro Max olganimiz bizga as qotadi. Ichkarini sizlarga kamera bilan emas, endi telefon bilan syomka qilamiz. Ketdik. Demak, bu yoqdan kiramiz ekan. Ipak yo'li bankini imkoniyatlar vizasi tarixida ilk bor Kolizeyga bilet olingan kartani sizlarga taqdim etmoqchiman. O'rtoqlar, o'zi etsa keyin solib qo'yamiz sumkaga, xo'pmi, kamerani? O'rtoqlar, va nihoyat biz o'sha mashhur va afsonaviy Kolizey binosi ichidamiz. Bu yer milodiy 80-yilda ochildi va bu yerda 100 kunlik to'xtovsiz tadbirlar va marosimlar o'tkazildi va aynan mana shu 100 kun ichida Kolizey binosida 5000 dan ortiq hayvonlar hamda yuzlab gladiatorlar vafot etdi. Demak, o'rtoqlar, Kolizeyga kirish o'sha vaqtda xalq uchun mutlaq bepul bo'lgan. Bu imperator tomonidan moliyalashtirilgan. Nimaga deganda, imperator bu yerda o'zini buyukligini va kuch-qudratini ko'rsatish maqsadida xalq uchun buni mutlaq bepul qilib qo'ydi va bu yerda har kuni turli xil janglar, tomoshalar va teatrlar sahnalashtirildi.
ushbu maydon xalq uchun hayot-mamot chizig'i edi va bu yerda o'lim yaqqol aks etgan edi. O'rtoqlar, Kolizey 80 ming kishiga mo'ljallanib qurilgan. Bu degani salkam 3 ta bunyodkor stadion desak bo'ladi. Va bu yerda imperator xalq sevgisiga erishgan. Agar siz Gladiatorlar filmini ko'rgan bo'lsangiz, bu Kolizeyni kuchini bemalol his qila olasiz. Bu yerda rostakamiga suv to'ldirilib, kemalarda jang qilingan. Juda ko'plab hayvonlar, sherlar, yo'lbarslar, timsohlar bilan jang qilingan kerak bo'lsa o'rtoqlar va shuningdek har bir jang gladiator uchun bu hayot-mamot masalasi bo'lgan. O'rtoqlar, haqiqiy italyancha vibe-ni his qilinglar. Ketdi. Incontrato per strada con te partirò paesi che non ho mai veduto e vissuto con te io li rivivrò con te partirò su navi per mari e io lo so non esistono più adesso li O'rtoqlar, dunyodagi eng kichik mamlakat haqida eshitganmisizlar? Biz aynan shu yerdamiz. Ya'ni bu Rim shahrining ichida joylashgan bo'lib, nomi Vatikan deb ataladi. O'rtoqlar, Vatikan davlati xristian dini, ya'ni katolik olamining poytaxti hisoblanadi va bu yerga hammamiz bilgan Rim papasi rahbarlik qiladi va barcha katolik olamiga tegishli bo'lgan qonunlar Rim papasi tomonidan chiqariladi. Orqamda turgan bino esa butun dunyo bo'yicha eng katta cherkov hisoblanadi va u o'z ichiga 60 ming kishini sig'dira olar ekan. Cherkov hamda davlatga Rim papasi rahbarlik qiladi. Vatikan davlati maydoni atiga 0.44 km² hisoblanadi va bu juda kichik davlat bo'lishiga qaramasdan o'zining shaxsiy armiyasiga, shaxsiy qonunlariga va hattoki shaxsiy futbolning komandasiga ham ega. Yana bir diqqat qiladigan joyi shundaki, Vatikan davlat armiyasida faqatgina shvetsariyalik bo'lgan yigit-qizlar xizmat qila oladi. O'rtoqlar, yiliga kamida 6-7 million turist aynan Vatikan davlatiga va aynan mana shu maydonga kelishadi va ulardan 4 milliondan ziyodi orqada turgan cherkovga kirishar ekan. Diniy bayramlar vaqtida aynan biz turgan maydonda kamida 300 mingta odam to'planar ekan va har yakshanba soat 12:00 da Rim papasi Angelus duosini o'qiydi va aynan mana shu duoni eshitish uchun esa juda ko'plab turistlar ham tashrif buyurishadi.
O'rtoqlar, biz hozir Tiber daryosi ustidamiz va ortimda 135-139-yillar davomida imperator Hadrian tomonidan qurdirilgan Sant Angelo qal'asi turibdi. Avvaliga imperator Hadrian bu joyni o'zi uchun shaxsiy maqbara sifatida qurdirgan edi. Keyinchalik esa bu joy harbiy qal'a, zindon, papalar uchun boshpana va hattoki Vatikan davlatining xazinalari saqlanadigan joy sifatida ham foydalandi. O'rtoqlar, sirli ma'lumot aytmoqchiman. Qal'ani Vatikan shahri bilan bog'lab turuvchi yer osti yo'li mavjud. Xavfli vaziyatlarda papalar Vatikan shahridan qal'a ichiga aynan mana shu yashirin yo'lak orqali o'tib olishgan. O'rtoqlar, agar Vatikanni o'zimizga taqqoslaydigan bo'lsak, bunda Toshkentdan 760 baravar, Qo'qon shahridan esa 90 baravar kichkina ekan. O'rtoqlar, biz Rimdagi eng qadimiy fontanlardan biriga keldik, ya'ni bu Fontana di Trevi. Bu nafaqat qadimiy, bu turistlar orasida eng mashhurlardan biridir. Nimaga deganda, bu yerga kelgan turist bitta tanga tashlasa, Rimga qaytib kelarmish. Ikkita tanga tashlasa, Rimda sevgilisini uchratarmish. Agar 3 ta tanga tashlasa, o'sha sevgilisiga turmushga chiqarmish yoki uylanarmish. Kuniga 3000 yevrodan ziyod bo'lgan mablag', ya'ni tangalar bu suvga tashlanar ekan va maxsus xodimlar ushbu tangalarni yig'ib xayriya fondiga yo'naltirar ekan. Bir yilda kamida 1 million yevrodan yuqori bo'lgan pul mablag'lari tashlanar ekan o'rtoqlar. Ayni damda tungi soat 1:36 va shunga qaramasdan haligacha odam juda ko'p. Kunduzi bo'lsa bu yerga yaqinlashib bo'lmaydi o'rtoqlar. Kamida 2 soat o'chirib turasiz, keyin fontanning yoniga tushishingiz mumkin bo'ladi. O'rtoqlar, kechasi soat 2 odamni qaranglar. Mana bu esa kunduzgi holat. Odamni qaranglar. Hammasi mana shu fontanga baxtini topgani kelgan. Tanga tashab tilaydi. Baxtini topadi. Shuncha odamni qaranglar. Shuncha baxtsizni qaranglar. Va yana bitta narsa, agarda siz bu yerga kelsangiz va kutilmagan holda suvga tushib ketib qolsangiz, siz davlatga 500 yevro miqdorida jarima to'laysiz. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Odamlar juda ko'p, turtinib ketib ham, adashib ketib ham bu yerga tushib ketmang o'rtoqlar. O'rtoqlar, shu bilan bizni Yevrotur loyihamiz hamda Italiyaga bo'lgan sayohatimiz o'z yakuniga yetdi. So'nggi so'z o'rnida shuni aytmoqchimanki, ushbu loyiha Ipak yo'li banki yordamisiz amalga oshmagan bo'lardi va shu sababli Ipak yo'li bankiga, rahbariyatiga hamda marketing jamoasiga o'z tashakkurimni yetkazaman. Bu yakun emas, bu faqatgina boshlanishi va bu meni YouTube'ga qo'ygan birinchi qadamim o'rtoqlar. Endi sizlar bilan tez-tez ko'rishib turamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.